Notebook Dunyosi kanalida X360 aylanadigan notebooklarimiz obzorini video davomida ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Narxlari, parametrlari va hokazolar aytib o'tiladi. Assalomu alaykum. Videomizdagi birinchi notebookimiz Lenovo ThinkPad Yoga L13 modeli. Bu notebookimizda hozir bizda 3 ta, uchalasi ham yaxshi holatda, garantiyalar 3 oyga beriladi. Bu video davomidagi hamma notebookda garantiyasi 3 oyga beriladi. O'zbekiston milliy dastavkasi bepul. Lenovo ThinkPad L13 Yoga modelimiz X360 aylanadi. Klaviaturasi podsvetkali, отпечаткasi ham bor. Core i5 13-avlod protsessor, 16 GB operativ xotira va 256 GB SSD xotira. Narxini $299 qilib beramiz. Navbatdagi notebookimiz Lenovo IdeaPad Flex 5i modeli, 14 dyuym ekranli, отпечатkalari bor. Core i3 12-avlod protsessor, 8 GB operativ xotira va 512 GB SSD NVMe xotira. Narxini $280 qilamiz. Navbatdagi notebookimiz esa Lenovo IdeaPad Flex 5i modeli bu ham. Klaviaturasi podsvetkali, отпечатkalari bor. Rangi juda ham chiroyli, blue rangda, 14 dyuym ekran, bu ham sensor bo'ladi. Почти ideal holatdagi состояниедagi notebook. Ryzen 7 seriyadagi protsessor, u degani Core i7 13 bilan teng oladi. 16 GB operativ xotira va 512 GB emas, bu yerda 1 TB NVMe SSD xotira barcha narsalarni sig'dira oladi. Narxini esa $430 qilib beramiz. Navbatdagi notebookimiz esa HP Envy Premium klass notebooklarımizdan biri. Notebookimizni yaqinlashtirib qo'ying. Ozgina qirilgan chizilgan joyi bor, ishlashga ta'sir qilmaydi. Narxi shunga yarasha $450 qilib beramiz. Core i7 Intel Evo protsessor, 12-avlod protsessorga ega bo'lgan HP Envy notebookimiz. Bu ishlari zo'r, ishlashiga garantiya bor bu notebookimiz ham. Klaviaturasi podsvetkali, metallik korpus, 16 GB DDR4 operativkaga ega va 512 GB SSD NVMe xotira, 15.6 dyuym sensorli Full HD IPS displeyga ega bo'lgan HP Envy notebookimiz. Videodagi eng qimmat notebook bo'lib $700 narxi bor yo'g'i Asus ROG Flow modeli. X360 aylanadigan gaming ko'ryapmisiz? Bu o'sha tipdan. 13 dyuym Vuxga displey, 120 Hz chastotali sensor ekranli IPS tip displey bo'ladi. Klaviaturasi podsvetkali, ideal holatda karbonoviy korpusga ega bo'lgan, juda ham yengil va shunga yarasha juda ham kuchli, chunki Ryzen 9 6000 seriyadagi protsessor turibdi bu yerda, HS protsessor. Core i9 12-avlodlar bilan teng kela oladi. Notebookimiz zo'r, вообще мощный, четкий, korobka dokumentali yo'q bo'lsa ham garantiyasi bor. 3 oy zaryadchik original, 8 yadro 16 patogli, 6900 HS protsessor. DDR5 bo'ladi operativ xotirasi, 16 GB va 1 TB NVMe SSD xotira, RTX 3050 Ti video karta. Bu notebookni olmoqchi bo'lsanglar, bemalol do'konimizga kelib, yoki bo'lmasa bepul dastavkamizdan foydalanib, zakaz qilsanglar bo'ladi. Ketyapti? Shu va shunga o'xshash ko'proq assortiment qidirayotgan bo'lsanglar, Notebook Dunyosi Telegram kanalimizda juda ham ko'p assortimentlar bor. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang Telegramimizga. Keyingi notebookimiz ham premium klassdagi notebooklardan HP Envy modeli, 15.6 dyuym metallik korpusga ega bo'lgan, Core i5 12-avlod Pi protsessor, kuchli protsessor, 12 yadro 16 patogli protsessorga ega bo'lgan. Bu H protsessorlardan keyin yuradi. Mana e'tibor qaratasizlar, 12 yadro 16 patog. Operativ xotirasi 8 GB bo'ladi, doimiy xotirasi esa 512 GB NVMe SSD, отпечатkalari bor, klaviaturasi podsvetkali, juda ham chiroyli dizaynga ega. Notebookimizni $370 qilib beramiz. Narxi arzonligini sababli mana shu joyda ozgina tekratib qo'yamiz. Ozgina ishlashga ta'sir qilmaydi, ezilgan joyi bor, atak narxiga yarasha notebook. Keyingi notebookimizni yoqmasdan videoga olamiz, chunki juda ham oz ishlagan, 1 kun ishlatilgan, atigi 1 kun ishlatilgan Acer Aspire 3 Spin modeli. 14 dyuym ekran, juda ham ideal holatda, Core i3 N305 protsessor, 8 GB operativ xotira va 256 GB SSD xotiraga ega bo'lgan notebook. Barcha kerakli portlari bor, hammaga ishlashga tayyor holatda, buni ham garantiyasi 3 oy, narxini esa $335 qilib beramiz. Keyingi notebooklarimiz ham HP Envy Premium klassdagi notebooklar, Exe notebooklar, Hasan islamni, Fatima Zohra islamni, ikkalasi ham 15.6 dyuym Full HD IPS ekran, ikkalasi ham sensorli bo'ladi. Notebooklarimiz ideal holatda, juda ham oz ishlatilgan HP Envy 15.6 dyuym ekran, klaviaturasi podsvetkali, Core i5 13-avlod protsessor turibdi bu yerda, 8 GB operativ xotira va 512 GB SSD xotiraga ega bo'lgan notebooklar. Narxini $455 qilib beramiz. Dastavkalari, mishka ko'rliklari tushunarli ichida. O'zi kichkina, lekin protsessori kuchli, hamda esa ikkita video kartali HP Pavilion notebookini taqdim etamiz. Core i7 13-avlod protsessor, 2 GB Nvidia video kartasi ham bor. Notebookimiz HP Pavilion X360, 14 dyuym ekran,
16 GB operativ xotira, 512 GB SSD NVMe xotiraga ega bo'lgan HP Pavilion notebook. Narxini 360 dollarga beramiz. Подсветкасы klaviaturali, отпечаткалari bor, korpusi metallический bo'lgan HP emas, afsuski Lenovo IdeaPad 5i modeli. Shu yerda ozgina bilmas qirilgan joy bor. Metallический korpus bo'lgani uchun ishlashga ta'sir qilmaydi. 16 dyum desak ham bo'ladi. Juda ham chiroyli rangdagi Core 7 150U bu Core 7 14-avlod bilan teng degani. DDR5 16 GB operativ xotira, 1 TB NVMe SSD xotiraga ega bo'lgan notebook. Bu notebookimizni narxini 500 dollarga beramiz. X360 aylanadigan modelllarimizni juda ham chiroyli sostoyaniyasida, juda ham chiroyli rangdagi, juda ham yaxshi parametrdagi notebooklardan biri. O'tgan shu notebookimizni 500 dollardan sotganmiz. Ideal holatdagi HP Envy cho'qqi rangdagi notebook. Metallический korpus, 15.6 dyum Full HD IPS sensorli ekran, X360 aylanadigan korpus. Notebookimiz juda ham chiroyli holatda. Ryzen 5 5000 seriyadagi protsessorga ega bo'lib, 8 GB operativ xotira va 512 GB SSD xotiraga ega bo'lgan notebookimiz narxini 378 dollarga beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga tashakkur. Sizlarni notebook dunyosida kutib qolamiz.